Kuchlanish relesi, ya'ni relay напряжение. Ilgari bulardan deyarli foydalanmas edi, hozir deyarli har bir xonadonda bu narsa bor. Nimaga? Ilgari elektronika vositalari juda kam bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda har bir xonadonda mikroelektronika qurilmalari juda ko'p. Mikroelektronika esa kuchlanishga juda sezuvchan hisoblanadi va shuning uchun uni himoya vositalari juda muhim. Hozirgi kunda sizning uyingizda qancha elektronika vositalari bor? Televizor bo'ladimi, kompyuter bo'ladimi yoki kacholaringiz bo'ladimi? Har bir qurilmangiz juda qimmat turadigan narsalardan biri bo'ladi va ularni himoya qilish uchun aynan shu relay напряжение, ya'ni kuchlanish relaylaridan foydalanish zarur. Shunday himoya qurilmalari Nurida ham mavjud. Keling, shuni sozlamalari bilan tanishib chiqamiz. SP8 qurilmamiz 63, 80 va 100 amper nominallarida mavjud. Mana qurilmamizni hozir ulab oldik va uni sozlamalarini bitta-bitta ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda 3 ta fazamiz bor. Har bir fazaga bitta avtomat qo'yib qo'yganmiz. Har bitta chastini o'chirib yoqish imkoniyatlari bo'lishimiz uchun va asosiy faktor bizda hozir kerak bo'layotgan chastimiz bizda bu yerda uni sozlamalarini bitta ko'rib chiqishimiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir bu yerda har bir fazalarning kuchlanishini berib turibdi va undan tashqari bu yerda yuklama qancha har bir faza bo'yicha beradi bu yerda. Sozlamalarni ko'ramiz. Birinchi navbatda hozir qaraydigan bo'lsak sozlamasiga. Bu bizni liniyani yoqqanimizda, kuchlanish yoqilganda qanchada bu liniyani qo'shib berish vaqtini belgilab beradi. Buni xohlaganingizcha siz o'zingizga to'g'rilashingiz mumkin. Bu nimaga kerak? Agar sizda 380 lik dvigatelli narsalar bo'ladigan bo'lsa, bu unaqa katta muammolar tug'dirmaydi, lekin kompressorli narsa bo'ladigan bo'lsa, frionli sistema, konditsionerli sistema, холодильникli bo'ladigan bo'lsa, uni vaqtini kengaytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki ularni texnik shartida yozib qo'yilganki, kuchlanish o'chadigan bo'lsa, uni ma'lum bir vaqtdan keyingina yoqishingiz mumkin. Keyingisi bu kuchlanishi yuqori diapazonda belgilashimiz mumkin. Biz buni 500 voltgacha ko'tarishimiz mumkin yoki o'zimizga kerak diapazonga to'g'rilab olishimiz mumkin. Qurilmamizni qanchalik talab etayotganiga qarab turib. Bundan keyingi chastimiz bizda kuchlanishi pastki diapazoni qanchalik bo'lishi kerakligini ko'rishimiz mumkin. Buni biz 140 voltgacha tushirish imkoniyatlarimiz bor. Masalan, sizda agar kuchlanishlaringiz juda past bo'layotgan joylar bo'lsa, o'shani sozlab qo'yish imkoniyatlari uchun. Agar sizda fazalaringiz har xil bo'layotgan bo'lsa, shu narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Fazalar aro kuchlanishi. Aynan shu joyiga ko'pchilik e'tibor bermaydi va mana shu qurilmalarni kuchlanish relayini 380 liklarini noto'g'ri ishlayapti deb olishadi. Chunki ular yuqori kuchlanishi, pastga kuchlanishi vaqtlarini belgilab qo'yishadi, lekin aynan fazalar aro kuchlanishi qanchalik bo'lishi kerakligini belgilashmaydi. Hozir bu yerda o'zida 20 volt turibdi. Buni 99 voltgacha ko'tarish imkoniyatlarimiz bor. Mabodo bu agar sizda qaysidir kuchlanishingiz fazasida 220 volt bo'layotgan bo'lsa, qaysidir sizda 170 volt bo'layotgan bo'lsa, bu himoya tizimi sizni o'chirib qo'yaveradi. Sizni liniyangiz qanchalik kuchlanish o'ynayotganiga qarab turib, o'zingiz sozlaysiz. Agar qaysidir fazada muammo bo'ladigan bo'lsa, tushib ketdimi, ko'tarilib ketdimi, o'chib qoldimi, qancha vaqt ichida bu o'chirish kerakligi. Agar sizda xonadon bo'ladigan bo'lsa, bitta relay bilan butun xonadonni himoya qilayotgan bo'lsangiz, asosiy sizni qurilmalaringiz 220 volt bo'ladigan bo'lsa, buni vaqtini belgilab qo'yishingiz mumkin, ochiqroq qilib. Agar sizda 380 lik qurilma bo'ladigan bo'lsa, uni vaqtini qisqa qilib belgilashingiz kerak. Undan keyingisi bu agar o'sha kuchlanish o'z maromiga kelganda siz sozlamangizga qarab turib, qancha vaqtda u qaytishi kerakligini o'z normal holatiga o'shanga qarab to'g'rilab qo'yish imkoniyatlaringiz bor. Undan tashqari sizda fazalar ketma-ketligini nazorat qilish imkoniyati. Hozir bu yerda biz buni o'chirib qo'yganmiz. Buni yoqib qo'yishingiz mumkin. Bu nimaga kerak? Ba'zi bir joylarda bitta fazani 3 ta chastga bo'lib berish mumkin. Ba'zi bir joylarimizda motor bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa ketma-ketligi juda aniq bo'lishi kerak. Kompressorli bo'ladimi, qanaqadir dvigatel aylanadigan nasoslar bo'ladimi, ular uchun aniq ABC fazalarimiz bo'lishi kerak. Agar fazalar ketma-ketligi noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, qurilmamizning noto'g'ri ishlashiga yoki buzilishiga olib kelishi mumkin. O'sha uchun shu tizimda kerak bo'ladi. Ba'zi joyda kerak, ba'zi joyda kerak emas. Siz o'zingizga kerak bo'lganini qo'ya olish imkoniyati bor. Keyingisi bu yuklama bo'yicha sizni sozlashingiz mumkin. Bu 63 ampergacha, 1 amperdan 63 ampergacha yuklamani nazorat qilishingiz imkoniyati bor. Liniyalarni har bitta faza bo'yicha emas, bu hammasiga birdaniga beriladigan narsa. Yuklamangiz birdek bo'lishi uchun nazorat qilishingiz uchun kerak bu narsa. Va agar yuklamangiz oshib ketadigan bo'lsa, keyingi funksiyamiz aynan yuklama oshib ketganda qancha vaqt ichida o'chirishingiz kerak. Ba'zi bir joylarimizda agar o'sha xuddi shu motor bo'ladigan bo'lsa, puskovoy tok degan narsamiz bor. Puskovoy tok momentlarimizda bittada katta amperaj bo'lib, keyin maromiga kelib qoladi. O'sha joylarni siz o'zingiz uchun sozlab qo'yishingiz mumkin. Qanchada o'chadi? 5 sekund bo'ladimi, 10 sekund bo'ladimi yoki 1 sekund bo'ladimi? Bu sizni xoshingiz. Va yuklama oshib ketib yoki tushib ketganimizdan keyin uni qaytib o'z maromiga kelganda qancha vaqtda siz o'sha narsani yoqish imkoniyatini, vaqtini ham chegarashingiz mumkin.
qanchada yoqish kerak? 5 sekunddan, 10 sekunddan, 1 soatdanmi? Bu sizdan kelib chiqadi. Va agar sizda yuklamangiz oshib ketadigan bo'lsa, mana shu liniyaga nagruzka, o'sha qurilmaga nagruzka o'tgan bo'lsa, shu narsani umuman o'chirib qo'yishingiz mumkin. Bu narsa umuman yoqilmasin, himoya tizimi yaxshi ishlasin deydigan bo'lsangiz, shu narsani o'zingiz to'g'rilab qo'yishingiz imkoniyati bor. Sizni sozlamalaringizni to'liq qilib olganingizdan keyin bu narsani o'q tugmasini bosib turib, normal rejimga olib kelamiz va shu joyida yana bitta qo'shimcha narsamiz bor. Agar sizni qurilmangiz bo'ladigan bo'lsa, mabog'dagi siz shuni o'chirib qo'yishingiz kerak, yo bo'lmasam o'ta nimadir ham bo'lib qurilmalaringiz bir stabilizator bundan oldin boshqasi buzilib qoldi. Agar shuni olib tashlaydigan bo'lsangiz, sizni qurilmangiz yoqib bermaydi. Shu holatda mana bitta o'q tugmamizni bosib ushlab turadigan bo'lsa, buni qo'lda boshqaruv rejimiga o'tadi. Hozir qo'lda boshqaruv rejimida biz buni o'chirib qo'ydik, hamma fazasini o'chirib qo'ydik va buni yoqish imkoniyatimiz bor yoki o'chirish imkoniyatimiz bor. Bu hech qanaqa sozlamalarga ta'sir qilmagan holatda. Ertaga yana boshqatdan uni sozlamalarni o'zgartirmaslik uchun. Va agar sizga yana normal rejimga qaytish kerak bo'ladigan bo'lsa, uni bosib ushlab tursangiz, yana o'z normal rejimiga qaytadi va belgilangan vaqtini sanab turib, bu sizni qurilmalaringizni yana yoqib beradi. Ushbu qurilmalarni o'rnatishga tavsiyalarimizdan biri bu to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushadigan shitlarga aslo qo'ya ko'rmang. Hech qaysi elektronika juda issiq bo'lgan haroratlarni yoqtirmaydi va u nosoz ishlashiga olib keladi. Shu bilan birgalikda ushbu qurilmalarni IP65 himoya tizimiga ega shitlarga qo'yish tavsiya etiladi. Qurilma haqida qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va biz unga javob berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda qaysi qurilma haqida siz ma'lumot olishni xohlar edingiz, uni ham yozib qoldiring.